Bo'lib ko'ringlar. Ko'rib turganlarda eng qiziq tarafi bu temir profil emas. Bu yopilgan tomimiz konteyner profildan yopilgan. 100 kilolik okalardan 5 kishini indamasdan ko'taryapti. Endi o'zimizcha proba qilib ko'rdik akalar. Kimga agar tom yopish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, xohlasanglar uy, xohlasanglar sex, kattaroq obyektlarni ham mana shu konteyner mahsulotdan tomini yopsanglar bo'ladi. Birinchidan arzon tushadi, ikkinchidan sifatliroq bo'ladi. O'zi konteyner bilsanglar, mana shu konteynerdan bular ustalar qayta ishlab, mana shunaqa profil holatiga keltirib tomlarni yopishyapti ekan. Ham yengil bo'lgani hisobiga bez stoyka 30 metr masofagacha ham turaveradi. Hozir ko'rganimiz ham kamida 20 metrlik masofada 500 kilolik yuk chiqqanda ham 1 gram pastga egilgan joyi yo'q. Bu mahsulotning narxi 1 kvadratiga 120 ming so'mdan boshlanadi. Eng qiziq tarafi podключка gaplashsa bo'ladi. Ya'ni faqat obyektni ko'rsatasizlar, dogovor qilasizlar, o'zligiga kelib hammasini ustanovka qilib berishadi. Bonusiga tunuka olib bersa, tomini ham polностью yopib beramiz deyishyapti. Bundan ham zo'r tarafichi qaranglar. Agar sex qilaman desanglar, juda ham arzonga tushar ekan, sababi o'zligi noldan ko'tarib stoykalarni ham qilib berishadi, polностью tomigacha. Faqat devorga sendich o'rasanglar, sizlarga juda ham budjetli sexga aylanadi. Xohlagan obyektni qilib beramiz deyishyapti, xohlasanglar uyi tomini yopib berishadi, xohlasanglar masjid, maktab, bog'cha, xullas har qanaqa obyektni tomini qilsa bo'ladi deyishyapti. Pastda mana shu ustalar nomerini qoldiramiz. Bizning nomimizga chiqsanglar, ancha arzon qilib berishadi. 1 kvadrati 120 ming so'mdan boshlanadi. Bemalol telefon qilib yana batafsil bilib olsanglar bo'ladi. Bo'lib ko'ringlar. Ko'rib turganlarda eng qiziq tarafi bu temir profil emas. Bu yopilgan tomimiz konteyner profildan yopilgan. 100 kilolik okalardan 5 kishini indamasdan ko'taryapti. Endi o'zimizcha proba qilib ko'rdik akalar. Kimga agar tom yopish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, xohlasanglar uy, xohlasanglar sex, kattaroq obyektlarni ham mana shu konteyner mahsulotdan tomini yopsanglar bo'ladi. Birinchidan arzon tushadi, ikkinchidan sifatliroq bo'ladi. O'zi konteyner bilsanglar, mana shu konteynerdan bular ustalar qayta ishlab, mana shunaqa profil holatiga keltirib tomlarni yopishyapti ekan. Ham yengil bo'lgani hisobiga bez stoyka 30 metr masofagacha ham turaveradi. Hozir ko'rganimiz ham kamida 20 metrlik masofada 500 kilolik yuk chiqqanda ham 1 gram pastga egilgan joyi yo'q. Bu mahsulotning narxi 1 kvadratiga 120 ming so'mdan boshlanadi. Eng qiziq tarafi podключка gaplashsa bo'ladi. Ya'ni faqat obyektni ko'rsatasizlar, dogovor qilasizlar, o'zligiga kelib hammasini ustanovka qilib berishadi. Bonusiga tunuka olib bersa, tomini ham polностью yopib beramiz deyishyapti. Bundan ham zo'r tarafichi qaranglar. Agar sex qilaman desanglar, juda ham arzonga tushar ekan, sababi o'zligi noldan ko'tarib stoykalarni ham qilib berishadi, polностью tomigacha. Faqat devorga sendich o'rasanglar, sizlarga juda ham budjetli sexga aylanadi. Xohlagan obyektni qilib beramiz deyishyapti, xohlasanglar uyi tomini yopib berishadi, xohlasanglar masjid, maktab, bog'cha, xullas har qanaqa obyektni tomini qilsa bo'ladi deyishyapti. Pastda mana shu ustalar nomerini qoldiramiz. Bizning nomimizga chiqsanglar, ancha arzon qilib berishadi. 1 kvadrati 120 ming so'mdan boshlanadi. Bemalol telefon qilib yana batafsil bilib olsanglar bo'ladi. Bo'lib ko'ringlar. Ko'rib turganlarda eng qiziq tarafi bu temir profil emas. Bu yopilgan tomimiz konteyner